tojiyim ayollari, guldiroz qarsaklar bilan bugungi forumimizda ochiq deb e'lon qilamiz. 15 kishiga mo'ljallangan forum bo'lishi kerak edi. Lekin mana ko'rib turibsizki 35 kishini tashkil etyapti. Ko'p savol keldi. Ushbu forumdan asosiy maqsad nimadir? Va aynan tadbirkor ayollarni yig'ganmiz. Mana shu yerda o'tirgan bir-birlaringizga yaxshilab qarab qo'ysalaringiz, har birining farzandlarining yonida yana bitta farzandi. Eng kamida 2 ta, 3 ta, 4 ta farzandi. Ularning bizneslari, ya'ni tadbirkorliklari bor. Ularning shaxsiy brendlari bor. Musofir yurtga kelib, hamma yo'lni noldan boshlab, karyera qilib, vatanimizning rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shib yurgan ayollar bugun yig'ilgan. Tadbirkor ayollar assotsiatsiyasi bugun sizlarni ushbu kechada ko'rib turganidan benihoyatda xursand. Asosiy maqsadimiz esa bir-birimizga yo'l yo'riq ko'rsatish, tadbirkorligimizda qiyinchiliklar bilan, xursandchiliklar bilan hamma yo'lni ochiq, oydin aytib berishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Yana bir bora xush kelibsizlar. Asosiy maqsadlarimizdan yana biri O'zbekiston Respublikasidan mehmonimiz tashrif buyurganlar aynan shu assotsiatsiyasini tanishaman deb mana Shoir opamiz Oripova tashrif buyurganlar. Abdulla Oripovning farzandlari, to'ng'ich qizlari, xush kelibsiz opajonim. Mana Bruklincha qarsaylar bo'lsin. Bir chiroyli bo'lib hammamiz o'rnimizdan tursak-da, mana bayroqlarimiz turibdi. O'zbekiston Respublikasining madhiyasini birgohlikda xirgoya etsak, yana bir bora xush kelibsizlar. Yana bir bora barchangizga yoqimli ishtaha hamda xush kayfiyat tilagan holda bugungi fayzli kechamizda ilk so'z navbatini Nasiba Hajakulova, O'zbek tadbirkor ayollar assotsiatsiyasi prezidenti va asoschisi. Shu nafaqa vaqtida opajon zarurmi sizga deganimda bizdan qoladigani yaxshi so'zdi. Bizdan qoladigani yosh avlodga ilmimizni qoldirib ketishimiz kerak deydilar. Hay shuncha pensiyani olib mazza qilib yurmaysizmi desam, opam tinmaydilar. Tanajoningiz sog' bo'lsin opajonim. Marhamat, Nasiba Hajakulova. Добрый день, милые дамы. Сегодня мы собрались, чтобы отметить, Мавлюдочка правильно сказала, большой был праздник. Наши спортсмены вышли на чемпионат мира. Это впервые за 35 лет. Узбекская ассоциация бизнес-женщин является некоммерческой организацией, созданной с целью объединения узбекских бизнес-женщин по всему миру на основе сотрудничества, образования, культурного обмена и расширения прав и возможностей. Мы вас поздравляем. Он действительно герой. Я лично знакома с вашим отцом. Он приезжал к нам в сельхозинститут. Очень мы принимали его в актовом зале, профессорско-преподавательский состав. И когда он проходил, весь институт, все студенты его провожали, и всем было, конечно, приятно. Demak, Oripova Shoira Abdullayevna, jamoat arbobi, Turan akademiyasi a'zosi, tibbiyot fanlar nomzodi, Toshkent shahridan tashrif buyurgan mehmonimiz. Avri bahor san'ati ustasi, qadimiy suv yuzasida naqsh yaratish san'ati bilan shug'ullanadilar. Marhamat. Bu kishidan bugun master klass bo'ladi. Juda ham noyob bir chiroyli
kishilar master klasslarini ko'rsatib beradilar. Opajon, xush kelibsiz. Barchamizga sevimli Almaz restoran rahbari mana bugun biz bilan. Xush kelibsiz opajon. Qo'lliq va hurmat. Elit pardalar tikuvchisi o'z bizneslarini boshlamoqchilar. Nozima Sadullayeva, Nozima go'zallik saloni asoschisi va rahbari. Marhamat. Shahnoza Muxtorova, Ko'chmas mulk agentligi, realtor. 100% hammalaring shu kishiga murojaat qilasizlar yoki qilib bo'lgansizlar. Chunki vatan, kichkina vatan bizlarga kerak. Realtorimiz Tanijoningiz sog' bo'lsin. Turmush o'rtoqlari bilan juda ham chiroyli hamma vatandoshlarimizga uy olib, sotib olishga yordam berib, ko'maklashib kelyaptilar. Xush kelibsiz. Umidaxon Fatayeva, barcha turdagi sug'urta xizmatlari bo'yicha mutaxassis. Strafovkalar kerakmi? Marhamat, o'qitlari juda yaxshi. Mavjuda Niyozova, bloger, mahalla xotin-qizlar raisi. Gulilova To'ychiyeva, Gulya dekoratsiya asoschisi. Ushbu sohada 11 yildan buyon faoliyat olib boradilar. Bularga xushomad. Gulya dekoratsiya populyarni bilamiz. Bu kishini nimalari, dekoratsiyalarisiz tadbirlar o'tmaydi. Guljaxon Rahmonova, Davlatov dental klinikasi vakili. Xush kelibsiz. Nomer 1 stomatologiya hozirda bilasizlar, xushomad. Madina Marupova, Ikat Style Clothes sahifasi asoschisi. Milliy liboslar onlayn savdosi bilan shug'ullanadilar. Mana shu kiyim-kechaklar mana shu qizga tegishli. Rahmat. Mavjuda Muxtorova, modelyer dizayner. Qo'l mehnati asosida sovundan gullar yaratadilar. Mavjudiyati qanishmi? Manzura Sultanova, qanisiz? Desert by Manzura shirinliklar do'koni asoschisi. To'y tadbirlaringizda bemalol turli tuman shirinliklarni aytishinglar mumkin. Xush kelibsizlar. Aytgancha bugungi desert shu kishidan bo'ladi. Nodira Baratova, Royal Home Diner idish tovoqlar do'koni asoschisi. Nodirajon Sho'rabek, idish tovoqlar do'kon magazini sohibasi. Shu kishidan xarid qilishinglar mumkin. Nafisa Talatovna, marketing va tadbirkorlik bo'yicha murabbiy. Bu qizimiz tadbirkorlarni o'qitadilar. Tadbirkorlikda qanaqa kamchiliklar bo'ladi, qanaqa qilsa yangi klient auditoriya olishimiz mumkin bo'yicha, mumkinligi bo'yicha osongina tushuntirib o'tadilar. Xudoyberdiyeva Rafuat. Rafuat o'yti kanishmi? Xushomad oyijonim. Bu kishi farzandlarimizning sog'lig'i bo'yicha mana shu kishiga murojaat qilishimiz mumkin. Xush kelibsiz. Sabina Kasimova, manikyur va pedikyur saloni asoschisi. Kinskaviyada bir nechta filiali ish beryapti. Bir 4-5 ta o'zining qo'lida qizlari bor. Sabinachiga bormi? Mana shu qizlar kelsalar 50% skidka bo'ladi. Xush kelibsiz. Munisa Muhammadqulova, maktabgacha ta'lim dasturi bog'chaning boshlig'i. 3K, Pre-K, to'g'rimi? Ana shu farzandlarimiz shu kishining bog'chalariga boradilar. Ingliz tilini aytvoring, eng zo'r maktab. Nomer 1 mana farzandlarimiz boradi. Early childhood direction, educational director. Thank you so much. My English was perfect. Rahmat, xushkelibsiz. Mohigul Tuxliyeva, Emir Halal brendi asoschisi, ham Nors, ham Shira. Emir Halal kolbasalar olasizlarmi Toshkentdan? Bu hamma joyda. Bu juda ham populyarni halol. Mana asoschisi. Ham Nors, ham Hamshira. Nors bu kishi. Ha, mana bu Emir Halal brendi asoschisi. Xush kelibsiz. Practitioner bu nursimiz emas. Bu men ishini qiladigan terapevt bo'laman. Ham terapevt. Bir ayolga 40 hunar kam degan edik, mana opaman universalni. Xushomad deb aytjon, rahmat qilib. Marjona Yadgarova, Zar Collection asoschisi. Mahina Narzulayeva, конечно. Kosmetolog. Litsenzovanная. Oddiygina emas, marhamat qizlarjonlar. Oxirida kimdir qolib ketibdi, kechirasizlar. Mavluda Yo'lboyeva deganlar.
eski kartinkalar, rassom bu deyman, rassom Aziza Abduhamedova milliy demak arabcha so'zlarni kartinalarda nima qilar ekanlar, yozar ekanlar. Молодец, xush kelibsiz. Sharq restoranining malikasi ekanlar. Yaxshi omadi, universal mana. O'zim gaplar bo'ldi. Prosta Azizani yaqindan taniyman. Har oy 10-15 ta menga shu kanvaslarni chizib beradilar. Qo'llari prosta gul. Bugun ham ertaga ham so'sha yozuvimiz bor. Har bitta klientga men o'sha aktni olib boraman-da. Hamma xursand bo'ladi. Qo'li dard ko'rmasin o'zimizni deb lo'g'rashadi. Qo'ling dard ko'rmasin masalan. Qo'lingiz ko'rsin. Ko'rdinglarmi qanaqa kuchli ayollar bugun yig'ilganmiz. O'zlaringizga qarasanglar bo'lsa. Ana endi so'z navbatini hurmat va ehtirom bilan opajonim qarshi emasmisiz? Mana shu bugun mana shu yerga kelaman deb o'ylamagandim, lekin qarang, men o'zim tibbiyot fanlari nomzodi bo'lib, ancha yildan buyon har fondlarda Savob markazi, qiz akademiyalarini boshqarib, aynan ayollar bilan bog'liq Amerikani eng katta siymosi bu ozodlik haykali ona turibdi mash'ala bilan. Va mana hozir mana shu qizlarimizni eng kuchli jamoasi, dunyoda eng kuchli jamoasi davrasida o'tiribman. Bu men uchun juda ham katta gap, tasavvur qila olmaysizlar. Rahmat sizlarga. O'zbekistonni issiq nurlarini sizlarga yetkazyapman. Barchalaringizga omad tilab, O'zbekistonga xush kelibsizlar deb sizlarni taklif qilaman. Rahmat katta. Sharifang ketib qolmaysiz endi. Bu siz uchun. Xush kelibsiz opajon. Biz sizni mazza qilib eshitdik. Biz sog'inganmiz sizni. Marhamat. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim mana shu yoshlarga o'rnak bo'ladigan yo'nalishlarni beravering. Onajonim sog' bo'lsin. Taxassuylar bo'lib qolsa. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Yana bir marta barchangizga xush kelibsiz deyman. O'zimni tanishtirsam, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Azizova Gulnoza Ganijanova bo'laman. Bugun mana shu yerda shoira opam bilan tanishganimdan shunchalik xursandmanki, ham Amerikaning 250 yillik mustaqilligi, futbolimizni mana butun jahon ko'rganligi va haqiqatdan ham poy qadamingiz shu daraja kuchli ekani, mana bugun 40 qizingizni ustiga yana 40 qizingiz qo'shildi sizni. Mana shu holat bilan tabriklayman. Keyin kitob yozgan yaxshi tushunadi. Chunki biz qanchalar ko'zimizni nurini sarf etib, mana shu dissertatsiyamning eng jigari, qalbi, yuragi bo'lgan avtoreferatim va o'zim muallifligimdagi kitoblarimdan eng asosiysi mualliflikdagi kitobim pedagogik faoliyatni takomillashtirishda innovatsion yondashuv degan kitobimni taqdim etsam, bizni assotsiatsiyamizdan ham siz kitob bilan ketishingizni xohlayman. Kattakon rahmat. Bu tadbirimiz yana davom etadi. Bilasiz, hali ayollar assotsiatsiyasiga bag'ishlangan takliflarimiz ko'p. Bugun yana hali davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Gulnozaxon, sizni To'ron akademiyamizga a'zo qilsak, nima deysiz? Men bo'lmasam borib shu bilan shug'ullanaman. Mana shu kitoblaringizni To'ron akademiyasini bibliotekasiga, kutubxonasiga topshirib, sizga bilan bog'lanamiz. Rahmat kattakon. O'ylayman, men ham o'zimning kitoblarimni chiqarib, keyingi safar kitoblarim bilan kelaman. Olim bo'lma, odam bo'l, langarada 40 qiz kitoblarim xudo xolasa chiqishi kerak. Rahmat kattakon. Hammalaringizga ta'zimlayman. Faqatgina sizdan bitta iltimosimiz, hamma bilish kerak, 14-15 sentyabr kuni xalqaro forum bo'ladi. Allaqachon ko'pchiliklar poselstvadan o'rin olishgan, vizalarga kirishadi. Mana shu yerda yana hozirgidan 10 baravar ko'payishi,
Albatta siz boshchiligingizda viza olgansiz. Bir yilda kelib ketishingiz imkoniyati bor. Taklif etamiz va o'sha O'zbekistonda barcha bo'lgan o'zbek lider ayollarini birgalikda o'zingiz boshchiligingizda olib kelishingizni taklif etib qolamiz. Rahmat sizga. Bilasizki, sal oldin damlar botqoqqa botgan kunlarimdan. Botqoqda kuydirmas edi meni odamlar, bilmas edim o'zimni tilloligimdan. Ey ko'ngil yig'lama, cho'kinma aslo. Bir kun quyosh boqar, balkim bizga ham. Oltinga, durga aylangan kunim, tashakkur aytaman kuydirganlarga. Mana shu yerda turganlarning barchasi bir yiqilib turgan ayollar. Kimdir oyog'iga, kimdir boshidan, sochidan, balkim deymanda bu oddiy gaplardir. Gap bilan bo'lsa ham yiqitib qo'ygan odamlar, o'zlari oyoqqa turgan ayollarni ko'ryapman. Fatima Badalbayevna mana shuncha ko'tarib yomg'irlarda chemodanlarga solib olib kelibdilar. Opajonim xush kelibsiz. Ikki og'iz shu soha bo'yicha ma'lumot bersangiz vatandoshlarimizga, master klassni ko'rsatsangiz, bunaqasini hech birlaringiz hech qayerda ko'rmagansizlar. Faqat bugun sizlar uchun eksklyuziv